Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Keyingi obyektimiz ham bitdi. Bu yerga devor stenasi dekor urganmiz. Bularga endekdan bo'lgan akalar. Xonamiz aslida bitta katta xona edi. Böyle kichkinagina dushovoy kabina qilib berdik. Devorga dekor plast. Bu yerga o'zini devor shkafini yasab beramiz. Shu holatga chiqdi akalar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar akalar.